Birinchi savol bu nimaga? Bu nimaga? Ya'ni hamma podidagi, suruvdagi haligi qo'ylar bir tomonga ketsa, zararlangan yoki kasallangan hayvon bu tomonga qarab ketib qolishi mumkin. Ichki parazitlar ishlaydi. Misol uchun qoramol tasmasimon chuvalchanlarga jigar qurdi deydi ko'pchilik, ichak qurdi deydi. O'sha narsalarga ukol qilsak bo'ladi. Qobig'ini eritib, o'sha yerdagi pufakchani kichinarib, so'rilib ketishiga yordam beradi. Shvoy endi bunda sotib qo'ya qolamiz, qassobga topshirib qo'ya qolamiz degan niyat bor edi. Ko'rishlar mumkin. 22-fevralda birinchi inyeksiya qilingan. Biz Abdumutal ko'p chiqaryapti-da, bitta qo'yni davolab ketyapti-da, boshqa odam Abdumutal tavsiyasi bilan qilyapti, lekin bo'lmayapti narsa. Bu qanaqasiga? Faqat oba. Bu bermaydi hozir. Mana. Senroz, xalq tili bilan aytganda aylanma bosh. Bu kasallikka oldinlari davo topilmay, qiynalib o'tib ketishgan xalqimiz. Lekin hozirgi kunda yangi texnologiya, yangi rivojlanishlar davri bo'lib kelayotganligi uchun hozirgi kunda bu kasallikka yechim bor. Lekin uni davolash qaysidir qo'ylarda ishlayapti, qaysidir qo'ylarda esa umuman ishlamayapti. Buning sababi nima? Immunoparazitan dori vositasi haqida bugun sizlar bilan to'liq gaplashamiz. Immunoparazitan faqatgina senrozga ishlab beradimi yoki boshqa gijja qurtlariga ham ishlaydimi? Videoni oxirigacha ko'ring va qo'yi bor tanishlaringizga ushbu videoni jo'natib qo'ying. Bo'lmasa biz videomizni boshladik. Hojiboy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Rahmat, ro'zalar bilan qiynalmay. Ha, yetib keldik. Ha, umrlar uzoq bo'lsin. Nimalar bo'ldi Hojiboy, bizga gapirib bering obunachilarimizga, chorvador akalarimizga. Shu fevral oylarining o'rtalarida o'sha qo'y o'zidan o'zi yotib aqabaqa ganga o'xshaverdi. Biz endi suzishib qo'yibdi shikili deb uncha ana tuzik bo'lib qolar, mana tuzik bor bo'lib qolar desam, men o'g'ilcha aytdiki, ana boshi gangirab yiqilyapti, ko'zlari anaqa bo'lyapti. Ko'z ko'rmay qo'yganmi, nima bo'lgan? Ko'zi endi ship nima bo'lib qolgan, sopotdi. Endi shu bilan keyin bitta ikkitalar uni darrov so'yib sotib yuboringlar degan gapni qilishdi. Men o'g'lim aytdiki, ana bu yerda bitta yigit bor. O'sha odamlarni nimalarni ham yaxshi nima qilib o'sha yigitni chaqiraylik deyishdi. Shu bilan uni chaqirib, bag'ridan keyin ukolni boshladilar ko'rib. Yo, mana yaxshi 22 fevral bo'lsa, hozir 3-chi ukolni bugun 3-siga keldik, xudo xolasa. Yaxshi, yemishi yaxshi. Mana holati yaxshi, mana turibdi. Qaysi biri bo'lgan? Mana qo'y bo'lganmi? Bunisimi? Boshida oqini ko'rdim-da men. Ha, mana shu, mana. Qorasi bu, ha? Ha, Hozir chiqaramiz hozir buni. Mana shu. Mana. Ichida yuribdi, qolib ketgani yo'q. Yeti, ha, ovqatni yeyapti. Xuddi mana shu baqa chiqchi. Ana. Baqa chiq. Oba. Bu bermaydi hozir. Mana shu qo'y. Qani? Juda zo'r. Yeyishlari ham zo'r. O'zi ham zo'r. Ancha yaxshi. Mana o'sha Allohga shukr, Alloh shifo berib, shu o'g'lim kelin mahfig'illariga mana Alloh shifo berib yaxshi bo'lib ketdi. So'yvoramiz deganmidilar endi. So'yib endi bunda sotib qo'ya qolamiz, qassobga topshirib qo'ya qolamiz degan niyat bor edi. Mana yeb nima qilibdi, o'zgarishlar yaxshi. Xudoga shukr. Yashang Hojiboy, bo'lmasa uzoq bo'lsin o'g'limda ham kam bo'lmaslar. Xudo xolos ketayotganimizda bitta duo qilasiz. Ketayotganimizda uzoq bo'lsin, mana shunchalik qilib kelibsizlar. Ro'zalar Ramazonlarda. Endi veterinarlar bilan xudo xolasa buni nima bo'lgan, faqat senrozga ishlaydimi, boshqa qanaqa gijja qurtlariga ishlaydi? U haqida sizlar bilan hozir gaplashamiz. Endi Jahongir aka bilan senroz kasalligi haqida va undan tashqari qolgan gijja qurtlari kasalliklari haqida hozir sizlar bilan gaplashamiz. Jahongir aka, salomlashib olishingiz mumkin, bemalol. Assalomu alaykum, aziz bizni kuzatib boruvchilar, hurmatli obunachilar. Mana bugun senroz kasalligi haqida gaplashamiz. Senroz kasalligi o'zi asosiy xo'jayini itlar hamda yovvoyi go'shtxo'r hayvonlar hisoblanadi, Jamshidbek. Qo'ylar, echkilarda ko'proq uchraydi. Asosan 1 yoshgacha bo'lgan qo'zilarda. Hozir ayni qo'zi sezon. Qo'zi sezoni, ko'payadigan sezon keldi o'zi. Bular oraliq xo'jayin hisoblanadi. Asosiy xo'jayin itlar hamda yovvoyi go'shtxo'r hayvonlar. Oraliq xo'jayini echkilar, qo'ylar hisoblanadi, qo'zilar hisoblanadi. Bularga
asosiy xo'jayindan oraliq xo'jayinga kasallik qo'zg'atuvchi qanday yuqadi degan savol bo'lishi mumkin. Bu zararlangan yem hashaklardan, Hop. oqova suvlardan yuqishi mumkin hayvonga. Hozirgi paytda masalan meni ham oldin qo'yib boqqanimda shu maktabdan keyin shu deb qo'ylarni olib chiqib dalaga borib qo'yib yuborib Shunday, boqardim-da. O'sha misol uchun U axlat yerda ajratma- kakashkasi bo'qi bo'ladi, itlarda, bo'rilarda, chiya bo'rilar bo'qi bo'ladi. O'shandan ko'proq yuqishi mumkin demoqchisiz, Shunday. shundaymi? ajratgan ajratmasi, ya'ni o'sha axlat orqali ozuqa zararlanadi yoki Aha. qaysidir suvga, ariqqa tushishi mumkin. O'shani hayvonlar ichib qo'ysa yoki iste'mol qilib qo'ysa, kasallik qo'zg'atuvchini yuqtirib qo'yishi mumkin Ha. bular. Bu hazmlanish natijasida qonga o'tib, qondan bosh markaziy nerv sistemasiga boradi. Markaziy nerv sistemasiga borib, u yerda keyin pufakcha hosil qiladi. Lichinkalar. Pufakcha hosil qilib, u yerdagi asta-sekin kattayib borib, nerv markazlarida bosadi. Nerv markazlari shu ko'rish bor, ovqat hazm qilish, nafas olish, Miyada nima narsa o'sha bo'ladi? markazlarda qisib boradi-da. Qisib borish natijasida hayvonda bir qator o'zgarishlar sodir bo'ladi. Ya'ni ko'rmay qolishi mumkin yoki bo'lmasa ko'rishing sekinlashishi, pasayib ketadi. Hayvon turgan joyida aylanib qoladi. Bir joyda aylanib qolishi mumkin. Hozir dumalab qolishi mumkin ho'qqisdan birdaniga. Podadan ham qolib ketadi. Ha, podada rivojlanishdan qoladi, harakat koordinatasi buziladi. Ya'ni hamma podadagi, suruvdagi haligi qo'ylar bir tomonga ketsa, zararlangan yoki kasallangan hayvon bu tomonga qarab ketib qolishi mumkin. Tushunyapsiz? Suruv bu yoqqa qarab ketdi, kasallangan hayvon bu yoqqa qarab ketdi. Shuning uchun buni vaqtida profilaktika qilib turgan afzalroq. Endi qarang, hozir masalan tavsiya beryapmiz odamlarga. Mana immunoparazitanda aytyapmiz. Avvalo akalar, chorvador akalar, sizlardan iltimos qilib qolardik. Kasallikni mana shuna qilib qiynab qo'ydi, davolagandan ko'ra uni oldini olish maqsadida qildirib qo'yinglar. Qildirib qo'yinglar iltimos sizlardan. Sababi bu kasallik masalan 50 yillik davo bir xilgida bo'lyapti, bir xilga qo'ylarda bo'lmayapti. O'sha masalada ham. Shunday. Qanday bu bo'lishi mumkin? Masalan, odam Abdumutal ko'p chiqaryapti-da, bitta qo'yni davolab ketyapti-da, boshqa odam Abdumutal tavsiyasi bilan qilyapti, lekin bo'lmayapti narsa. Bu qanaqasiga? Buni dori vositalarini, misol uchun antigelmetik dori vositalarini organizmga ta'sir qilmasligi, ya'ni oddiy holat mana shu sinuroz kasalligini olsak, sinurozga ta'sir qilmasligi sababi u kasallikning darajasiga bog'liq-da, Jamshidbek. Kasallik darajasi. Kasallikning darajasi hamda joylashgan joyiga bog'liq. Qaysi nerv sharining qaysidir qismida, qaysidir nerv markazining kuchliroq zararlangan bo'lishi mumkin. U har xil joyga joylashadimi demak? U doim bir joyga borib, bir joyda joylashmaydi. O'sha lichinka qayerda optimal muhit hosil qilsa o'ziga qulay joy hosil qilsa, o'sha yerda keyin pufakcha hosil bo'ladi u yerda. U yerdagi markazlarni keyin bosadi. Buni o'sha oldini olish uchun antigelmetik dori vositalaridan foydalanish kerak. Antigelmetik dori vositadan vaqti-vaqtida profilaktika qilib turilsa, kasallik yuqqan taqdirda ham kasallik rivojlanmaydi. Ozuqa bilan tushyapti. Ozuqa bilan tushib, hazmlanib chiqib ketadi. Ha, u kasallik belgi bermaydi. Shunday, ha. Haligi jaylar qilib aytganda, miyada to'sib turadi miyani. Shunday, ha. U miyaga emas, navrot go'ngi bilan chiqib ketadi. Shunday bo'ladi. Hozir endi oxirgi paytlarda so'nggi texnologiyalar asosida yaratilgan dori vositasi immunoparazitdan kasallik dori vositasi. Dori vositasi. Immunoparazitdan dori vositasi. Bu aynan shu sinuroz kasalligi emas, sinuroz kasalligini davolaydi, lekin qo'shimcha yana bir necha antigelmetik dorilar bor-da, kasalliklar bor. Gijjalarda endi, Gijjalar, gelmetik kasalliklar hisoblanadi. Uzun men endi veterinar emasman, to'g'ri tushuninglar. Uzun haligi molni orqasidan bir xilda uzun gijjalar chiqadi. Ha, uzun askaridalar tushadi. Shunda ichaklarda, oshqozonda, jigarda, o'pkada, mana bu burun bo'shlig'ida parazitlik qiladigan gelmentlar bor. O'shalarga ham oladi. Nafaqat sinuroz, balki o'sha uchraydigan boshqa ichki parazitlar. Odamlarda tushuncha bo'lib qoldi, immunoparazitdan faqat sinurozga ishlaydi. Ha, biz o'zimizda ham bir necha savol tug'ildi. Immunoparazitdan dori vositasini sinuroz bo'lgan hayvonga ishlatdik, foyda bermadi degan. Foyda bermadi yoki bo'lmasa yoki o'sha faqat sinuroz kasalligini oladimi degan savol ham bo'ldi. Yo'q, bu o'sha hozir sanab o'tgan bir necha kasalliklarimizga hamda
ta'sir qilmasligiga sabab boya aytganimizdek kasallikni darajasiga bog'liq, darajasiga. qaysi nerv markazida joylashganligi hamda misol uchun bu immunoparazitdan dori vositasi sinus pufakchasini qobig'ini eritadi. Qobig'ini eritib, o'sha yerdagi pufakchani kichinarib, so'rilib ketishiga yordam beradi. Shunda so'rilib ketgan taqdirda ham misol uchun u yerdagi nerv markazi qayta tiklanmasligi mumkin-da. Qayta tiklanmasa, qaysidir markaz zararlaydi-yu, o'sha o'zini faoliyatini, o'sha ish faoliyatini qayta tiklanmasa, u hayvon baribir tuzalmaydi. Shuning uchun oldini olib profilaktika qilgan yaxshi yoki bo'lmasa kasallikni birinchi bosqichlarda, dastlabki erta aniqlab, birinchi bosqichlarda inyeksiyani amalga oshirgan ma'qulroq. Tushunarli. Endi bu qo'yga to'xtaladigan bo'lsak, hozir bu yerda Abdumuttal do'stimiz bitta qaysidir bittasiga adashib qoldim, chunki qashqasi ham ko'p ekan. Bittasiga qipti, u qanday qilindi? Uni qanday davoladi? Abdumuttal ko'p men boryapman, 5 tami 4 ta qo'yda davoladim deyapti. Hozir ular bilan buni qanday davolaganlarini gaplashamiz. Bu haqida o'zlari to'liq ma'lumot beradi Abdumuttal. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Abdumuttal, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bemalol salomlashib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Men shu Usmon Abdumuttal, o'sha To'raqo'rg'on tumanida xizmat ko'rsatib kelaman. Birinchi savol bu nimaga? Bu nimaga? Bu hamma qo'ylarimiz o'sha bir joyda ko'p turibdi, tor joy. Stressga tushmaslik uchun, bir bilan shoxlamaslik uchun. Bir xilga balon qo'yadi. Bir xilga balon qo'yadi, balonni yo'q ekan tegadi. Buni ham qo'ysa bo'ladi. Balon qo'ysa o'rniga buni ham bo'ladi. Bo'ldi. Endi mavzuga qaytsak. Qaysi qo'ydi hozir senroz bilan kasallangan? Mana. Bunisi? Mana. Kecha kasaliga ham o'xshamaydi. Bu az turishidan. Bismillah. Nechinchi inyeksiyasini qilgani keldik bugun? Hozir 3-inyeksiyasini qilgani keldim mana. Ko'rishlaring mumkin. 22-fevralda birinchi inyeksiya qilingan. Bugungi sanamiz 27-fevral. Bunga 22-kuni ukol qilganmiz. Sizlar bilgan o'sha sinroz, tentakbosh kasal bo'lgan. Xudo xolasa ikkinchi inyeksiyani qilgani keldik. ikkinchi fevralda. 22-fevralda birinchi inyeksiyasi, hozir 3-inyeksiyasi. Bugungi sana nechi? 12 mi? 12 mi? 12-mart. 12-mart bugungi sanamiz. Hozir xudo xolasa egalari bilan, hojatlar bilan gaplashdik. Zo'r, holati yaxshi. Holati mamnun. Bitta savol. Nimaga ko'pchilikda ishlayapti, ishlamayapti, sizda ishlayapti yoki bir xillarda ishlayapti, bir xillarda sizda ishlayapti hozirgi paytda? Nima sababdan? Shu darajaga kelish uchun ancha qiyin bo'ldi. Ko'p qo'ylarda o'zimiz ham sinov tariqasida o'tkazdik, ishlamadi. Endi hozir o'zimiz shu yo'riqnomadan chetlatilgan holda dozani oshirgan holatda 1,5 grammdan immunoparazitni ukol qilyapmiz. Hozirda foyda berdi. Beryapti mana. Ha, ko'rishlaring mumkin. Hech qanaqa gangiraklash, hech qanaqa. Bunga nima qildik hozir oxirgi inyeksiyasida? O'sha 1,5 gramm immunoparazitdan qildik, 4 gramm dastim qildik. Dastim immunitetni ko'targani. Hayvon tezroq tiklanish uchun. Tushunarli. Bu faqat odamlarda sizga ham xuddi o'sha narsani aytaman. Odamlarda faqat gijjaga, immunoparazitdan faqatgina sinrozga deyapti. Yo'q. Bunga qanday tavsiya berasiz yoki antigelmetik sifatida o'sha ichki parazitlarga ishlaydi. Misol uchun qoramol tasmasimon chuvalchanlarga jigar qurti deydi ko'pchilik, ichak qurti deydi. O'sha narsalarga ukol qilsak bo'ladi, profilaktika qilib. Misol uchun 3 marta profilaktika qilsak 6 oygacha, o'sha 5 oydan 6 oygacha saqlab beradi. 6 marta ukol qilsak 1 yilgacha saqlab berish mumkin. 6 marta qilinsa 1 yilgacha har 5 kun oralig'ida oralatib 6 marta qilish kerak. Lekin ko'pchilik masalan har 5 kunda veterinarga chaqirib, telefon qilib, menga immunoparazitni qilib ber degani demaydi-da. Demaydi. O'shaning uchun 3 marta yoki 4 marta qildirsangiz 6 oy davomida hech bo'lmasa 3 marta ukol qilinsa 6 oygacha misol uchun doktorga chaqirib, tishini g'ichillatyapti, ukol qilib ketavering, qo'yimga yoki molimga deb chaqirmaydi. Parazitlardan tozalanadi,
hayvon misol uchun yaxshi o'zgaradi. Zo'r. Mana natija, mana rezultat Ko'rishlar mumkin. ko'rishlaring mumkin. Bu haqida sizlar bilan to'liq gaplashdik. Qaysi qurtlarga ishlaydi, qaysi birlariga ishlamaydi, ular haqida to'liqcha gaplashdik. Bo'lmasa videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsalaring, kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar va keyingi videolar qanaqa kasalliklar bo'lish haqida kommentariyaga yozib, ushbu videoni qo'yib boqadigan do'stingizga jo'natib qo'ying. Abdumuttal, sizga ham rahmat. Sog' bo'ling. Shunaqa xalq duosini olib yurish sizga barchamizga nasib qilsin. Sog' bo'linglar.